Assalomu alaykum Chimliq to'rining aziz qo'llovchilari, ekran oldidagi qadrli do'stlar. Chimliq ekran orqali sizlar bilan qayta yuz ko'rishganligimdan to'liq xursandman. Men program riyosatchisi Asqat Mahmud. Qadrli do'stlar, hammangizga ma'lum, oldin qaylarda elib berilgan Jungo futbolchilar jamiyati Bedaslik komandalar birlashma aylanma musobaqasining 6 maydon aylanma musobaqasida Şinjan G'arbiy diyor tashalma komandasi 6 maydonda uda uturmoqdek xo'shanlarlik natija bilan hammamizni shodlantirib kelgan edi. Bugun Şinjan Lotun xalqaro so'chaylik shirkati Şinjan G'arbiy diyor tashalma komandasining ana shu g'alaba natijalarini tabriklash shundaqla futbol komandasidagi futbolchi azmatlarga ilhom va madad berish maqsadida Urumchi shahri ittifoq yo'liga joylashgan xalqaro tashqi savdo mehmonxonasida ahamiyatli bo'lgan bir qatimliq faoliyat o'tkazibdi. Bu mazmunlarga qiziqsanglar, diqqatinglar davomli Chimliq ekranda bo'lsin.
Şinjan Lotun Xalqaro Sochilik şirketi uyushtirgan bu qitimli tashrifda Şinjan futbol komandasining kechki tomoq vaqtini foydalanib berilgan bir qitimli rasmiy yo'sinda futbol haqida paranglashadigan faoliyat bo'lib, bu qitimli faoliyatga Şinjan futbol komandasining bosh treneri, Şinjan futbol komandasining komanda a'zolari ham jamiyatimizning har qaysi sohalardagi futbolchilarga izchil ko'ngil bo'lgan shaxslar alohida taklif bilan qatnashdi. Assalomu alaykum. Bizning aziz mehmonlarimiz. Aslında meğerde Abdülkadir Bayarası'na mikrofonu tutup sonra riyasetçilik için to'g'ri emas. Shu dekanda bir resmiy so'rin bo'lg'achqa men o'zimdan bir qo'llab tutaylik qoldim. Adam ayol qilmaymiz endi. Shuna bugun mishaga jam bo'lganlarimiz asosiy biri futbol bilan shug'ullanganlar. Yana biri futbolni suydiganlar. Ham futbolga ko'ngil bildirganlar. Bu yerga biz bugün Şinjan komandasininki kechlik tomoq vaqtidan foydalanib, mishada dunyodagi eng katta tanloviyati futbol to'g'risida birdan choy so'zli qilishga yig'ildik. Menimcha so'rimiz nima tomoqni tanlab yeyishga nihoyatda erkin bo'ladi. Shunda biz nima gaplarimizni erkinlik bo'ldi, lekin bu tushunsa to'g'ri tushunaverasizlar. Bugun o'shaga Cembolash'ta futbolcu ballarına bilen birlikte oturuşta bizim çoğunlarımızdan katlaşkalı var. Bununki alınan bulunur konuşturup ötüren. Bizimki futbolcu ballarınki annemizin bir ortak aksi var. Şu bizimki futbol hareketimizni tüm çıkıtın kayıtlaştırıp özünün namıda futbol olgusu uyuşturgan. Hem izchil turda futbolchi bolalar aktif kerak ular. Futbol hareketiga davomli turda aralashib ham rahbarlik qilib kelayotgan akamiz Yusuf Hoji. Ondan boshqa bizning yana shu davomli futbol ishlarimizga ko'ngil bo'ladigan bizim Medeniyet Bostani programımızdaki davlat riyasetçisi Ablet Abdurayim. Hemen Abdurkan ve keyin çözde ortağa çıkan şunu keyinlik konuşturuyorum. Bunu herkes köngül yapması gerekli mi? Bizdeki davlat şairimiz Muhtar Buhar Efendi. Yana bir yerden de nurg'ulg'an yo'ldoshlar bor, men hozir Saxovatchi Abdulla Jamiyatninki boshlig'i Hasanjon efendim navbatda. Konuştuğunu buraya Aratcan Bakal temsilcisi. Tercüman Şilosu. Bizim yardımcı rakibi orta, koşucu orta. Mağlubat çalışan bir olma yolunu gidiyor. Sen uçuyor. Bunu kendisi çalıyor. Serkan. Bunu açtı, Mehmetcan. Açtı Nizam'da. Korkmaz Gülmem'e. Kaçkadın Mahmut. Bunun Aksu'nun Nadan. Kaçkadın Kamalına Pişkan'ın Birisi Aslan. Kaçkadın Afkerem. Kaçkadın Ahmetcan. Kaçkadın Nadan. Türkiye'nin Erdoğan, Kazakistan'ın Gezi, Avrupa'mızın doktoru, Didi, Lahmut, Mağur Yugoslavya'nın olan Gatan, Avrupa'mızın kanlı başlayan Ahmetcan, Guangzhou Kundakaması'nın çok önemli şirket. Mabala Ürümçi'nin lodası
Yanıma Nazma restoranınki direktörü Enver Efendi'nin kanaldaşa kalın. Yanımda sonra alayda ölçü eşlik ettiler ve Çımbılak kolu bittiler. Nasıl şu hafta atışlarına şey bitkidi. Bulağımı çok rahmet ettiniz. Hem ben özlerle paranlaştım hem de şu parantın çevreye vakit ki kalın ben hem de çık yapmayın. Hem bir kere akındayım şu Yusuf Hacı'nın birine yüzü bilinmeyse. Assalamu alaikum, hürmetli tahtiyerler, şair, riyasetçi, direktör, hem futbolcu illerimiz, hem keşfini hayırlı olsun. Bütün Şinjan halkı takaza bulup kırmışka teşnavlamaktan bizden Şinjan futbolcular ve özünün cimrayına cahilkan futbolcu illerimizden biri oturuşka riyasat doktor ben şahsen özüm nayet hoş oldum. Selamın bugünkü Texmo Şinjan'ın futbolu için küçükürek Şinjan'daki muşu zamaşkınlarının ümidini yer koymay Şinjan'daki memleketimiz hali karayın çıkışıga kuş görsünamımızda rahmet. Yeni bu yerde bugün Allah'ıyla dinimiz bana şöyle bana bizim devlet içinde en ilgar en bay komando tulatkan Bangır Hındar Topenavut'a elimizin bugün buraya gelmesi toplu bu elimizin işlerin yaxşı işini gerekleşmen rahmet olun. Tarkamanda bir kopda şiir uqtasimizning ishi, yani bir kopda şiir yezresimizning ishi, gap qiysimizning ishi, naqsh uqsimizning ishi. Çok madem yüz qarab qiysim. Çavak yok mu? Assalamu alaikum. Çımlık ıssızlık kadrim Allah. Assalamu alaikum. Ben öz namımda sizler kızgın ihtiram bildirmen. Benim 10 yaşlık oğlum var. O oğlum qaysi gün 22 saatki musabakanın köre Muşu balığının qayısının olsa bir imzası ele alaydı arzu etti. O oğlumun ağaç emekti ben. Ondan önce şu günümü ben şu 40 mingdan artık tamaşaçılar arasında en hayacanlanan tamaşaçıların birisi. Ben ondan sonra vakıtta sizin çok umutluların birisi. Hem bu yerde şiir okup yaldak yanını kılışının kılcı ehmiyeti yok. Ben nehkenini kılayım. Eğer vaktinde olsa Muşu Takaveti Akıla Kolluk Kulübü'ndeki namıda Muşu aldığımızda 17. saat bizden atıla bayırma. Sizin Eğetulla bir atak ayrılısı da. Naat ezimet atığa. Şunlaşka Muşu atıla bayırmağa katmış girişinin ne? Biz Muşu Takaveti Akıla Kolluk namıda Çin dilimden tebrikliğine hem teknik kıyılık çıktı. Şunlaşka hem teknik kıyılığına hazır sözcüğüme 17. saat imkaniyet olsa Yusuf Hacı. Muşu balını bir Muşu hayvanatlar bağışta burunki Davuş'ta bir restoranımız var. Şu erkekle kılımız ben sözcüğüme Muşu ballar bir sımkanmayı verip verse şu gün bir azat aliyetimiz var. Hem konumuz var. Şunlaşka ağzı Sadece ruhsat edip endin ifade bildirdi. Birinci gibi, ikinci gibi sizlerge köktün kök rahmet. Üçüncü gibi sizlerge yani köktün kök rahmet. Dördüncü gibi sizler. Ben de sizlerge rahmet. Ondan olsa hazır bizim şu Volkan'ın ismindeki çetellik terminini
bir ishga so'z qilishga taklif qildi. В этом зале много уважаемых людей, и я вижу их знания, любовь к этим ребятам, нашим ребятам. 在我们这个聚会餐厅有很多我们受尊敬的一些客人，对我们这个新疆这个足球队，这种招待邀请，我们都是谢谢。Спасибо за приглашение, за общение, что вы ребят поближе узнали, и они вас. Тут боль одна, как бы они сами себя не перехвалили в том плане, что внимание со всех сторон на них, телевидение, пресса, болельщики, и чтобы они как-то переболели этим. 非常感谢你们的邀请啊！通过这次就是你的邀请呢，我们认识了好多一些客人，并且呢，通过你们就是你们大家呢也了解了我们新疆足球队的一些队员。Я хочу ребятам пожелать, чтобы они не останавливались на достигнутом, пока, правда, больших высот мы не брали, но при такой поддержке болельщиков, спонсоров, любителей футбола, я думаю, можно ставить большие задачи, и будущее будет за этим краем. 我想呢，我们就是我们新疆这个足球队目前来讲的话，成绩还算可以。希望大家不要那个骄傲，希望大家能在今后的一些比赛当中发挥自己更好的水平，也希望大家能取得更大的成就。Всем спасибо, Рахмет. 谢谢你们。 Assalomu alaykum Muxtar. Alaykum assalom. Bugun Xinjiang Lutun xalqaro sud tekshirishda uyushtirgan shu choy suhbat faoliyatiga qatnashib qanday bir taassurotga ega bo'ldingiz? Kan tordashlarga bir so'zlab bergan bo'lsangiz. Men 22-yildagi bu Xinjiang futbol komandasiga azimatlarninki bir maydon musobaqasini bolalarim bilan birga ko'rgan. Shu kuni nihoyat hayajonlangandim. Bugun eng yaqin oraliqda bular bilan quchoqlashib turib suhbatda bo'ldim. Mandaq so'z aytgan vaqtida men bularninki bag'ri mening tunida, mening bag'rim bularning tunida deb qarayman. Bu azamatlarimizninki mushu choydagi ham odatdagi turmushga nazar solsam, bu qatimqi shon sharaf ham qutuq mushu Xinjiang komandasiga mansubdek turdi. Men yuragimdan bu komandaga yuksak palla tilayman. Rahmat. Bizmi bu komandaning bundan keyin kishilarga madad tilaymiz. Rahmat sizga. Assalomu alaykum Ahmad. Alaykum assalom. Bugun Xinjiang Lutun xalqaro sud shirkati kechki tomoq vaqtidan foydalanib sizlarning shu oldingi oylarda elib berilgan birlashma musobaqalarning natijasini tabriklash yuzasidan bir choy berdi. Bu qitimqi choy suhbati nihoyat ahamiyatli bo'ldi. Har qaysi sohalardan futbolni qo'llayotgan har qaysi sohalarning kishilari keldi, so'zlarni qilib berdi. Mush faoliyatga qatnashib siz qanday bir taassurotga ega bo'ldingiz? Kan tordashlarga bir so'zlab bergan bo'lsangiz. Bugun shunday yaxshi bir o'ltirish qildi. Biz bundan intayin xushal bo'ldik. Ham bizning shu xalqimizning bizni shunday qo'llab, quvvatlab kelganiga ham bizning shu yozuvchilarimiz bor. Shunday cho'ng musobaqalarni o'tkazgan otlarimiz bor. Xalqimiz, tomoshabinimiz shunday qo'llayotdi. Biz keyingi maydon musobaqani taqdim yaxshi o'ynaylik degan bir işte bir nima keldi deyman. İlham keldi ya. Hamda sizlarning shu bundan keyingi planlaringlar haqida bir qisqacha ma'lumot berishga bo'ladimi? Bo'ldi. Bundan keyingi musobaqalarni biz yaxshi o'ynab, bizim shunday qo'llab quvvatliginiga cho'qim biz yaxshi javob qaytaramiz, ham musobaqalarni yaxshi ilib boramiz. Shunday bir Rahmat. Biz sizlarning bundan keyingi bosgan izdironlarga g'alaba va natijalarimiz bundan keyingi musobaqalarning muvaffaqiyatli bo'lishini tilakdoshmiz. Rahmat sizga. Rahmat.
Assalomu alaykum Abduraka. Va alaykum assalom. Bugun Xinjiang Lotun xalqaro so'chaylik shirkati Xinjiang G'arbida Tashalm komandasining g'alaba natijasini tabriklash yuzasidan bir qatimliq choy faoliyati o'tkazdi. Mush faoliyatga qatnashib siz qanday bir tasavvurga ega bo'ldingiz? Shu haqda keng tavdoshlar bir so'zlab bergan bo'lsangiz. Bo'ladi. Bugungi bu faoliyat nihoyat qaynon tashqinliqda bir xil hayajonli kayfiyat o'tkazildi. Bo'libmi shu Xinjiang Lotun xalqaro so'chaylik shirkatining bütün Xinjiang xalqining bir o'tliq salimini ve alitliklerini elip yeşil çim meydanlarda güzel tarih yaratып Uygurlarning jasoratini, aql parosatini, qaysarligini ifodalayotgan Mushu tantarbiya harakatining eng nodir turi bo'lgan futbolchilikda o'zi xos bir mahoratini namoyon qilayotgan Xinjiang futbol komandasiga azmatlarga solgan bu dasturxini bir xo'shallik dasturxini, tantan dasturxini, bir muvaffaqiyat dasturxini deb qarayman. Har sohadagi nufuzli zotlar, ilm egilari, shundaqla korxonchilar jam bo'lgan bu so'rinda nihoyat erkin holda ularga yaxshi tilaklar, ularning bundan keyingi natijasi ham buning keyingilar ko'rsatadigan ta'siri qatorliqlar intayin yaxshi muhokama qilindi. Ballarımı özünün cemiyet tarafından kadirlengini, tatkan cepalarının yepyeni ünümünü, şundakla özünün emgek meyillerini görüp söyündü. Ben oylayman muştaq faaliyetler, ehemmiyetli jığılışlar, muşunda güzel hatirler boptulsa, bu ballarının cesaretıga küçük güç oluşup, bundan keyinki musabaqalarda tegimi mol neticelerini barlık keltirip, bizning qalbimizning larziga sog'dak ota-bolarimizning jasorati bugungi kunda bularning ersiyatiga ko'chib bular top orqali yangi bir qimmat yaratayotgan shunda bir vaziyatda bizning futbolchilik harakatimizning sog'lom taraqqiyotiga yangi bir xo'shallik baxsh etadi deb o'ylayman. Bir qancha kunlik bularning musobaqa ahvolida diqqat qilib kelyapman, mayli to'rda bo'lsin, mayli televiziya xabarlarida bo'lsin, bular uda 6 qitim musobaqa qatnashdi, 4 qitim o'tdi. Bu bo'sh natija emas. Demek bizde ezelden futbol an'anasi var bir millet. Bizde azraqlı şarait olduğun, çaqnaydigan bir fırsat oldu ki, yanıl bizden azimetlerimiz köklep çıkıp, yeşil çim meydanlarda özünün güzel tarihini yaratalaydı. Qaysi bir feylasuf degen, futbolçuluk tiniş devrideki istiqsiz jangdir. Hem demek muş jangda üzül kesil galbi qilma, yepin tarix yaratma, öz burchumni ado qilma deydiganmiz. Bizde mükemmel texnika, onundan keyin alohida bir mahorat, onunki muntazam uyuş gücüden ibaret, muşunda bir amilla buluş gerek. Belki bugünkü muş faaliyet, muş ballarının özünün texnik qadirlishi, bundan keyingi yükselişi, hem bundan keyingi musobaqalarda yangi natijalarni qo'lga keltirishiga aktiv ta'sir ko'rsatdi deb qarayman. Rahmat. Biz Xinjiang G'arbida Tashalm komandasining xuddi siz aytgandeklar, bundan keyingi natijalarga g'alaba va utuq tilaymiz. Sizning suhbatimizga qatnashib berganingizga Chimlaq to'rnamidan, chin ko'nglimizdan rahmat aytamiz. Bundan keyingi ishlaringizdan muvaffaqiyatli, barakatli bo'lishiga tilakdoshimiz. Rahmat sizga. Rahmat fikr. Assalomu alaykum Shavkat. Va alaykum assalom. Oldi bilan keng tordashlarga bir qisqagina salomingizni yo'llayib o'tamsiz. Assalomu alaykum Chimbuloqdagi do'stlar, yaxshimisizlar? Men Guangzhou Xinda klubidagi Shavkat Yalqin bo'laman. Hozir Guangzhou Xinda futbol komandasi to'p tepasiz shundaqmi? Shu komandaning ahvolini keng tordashlarga bir qisqa tushuntirib beramiz. Guangzhou Xinda futbol komandasi hamda İtalyadan dаңlıq trener Li Pina keldi. Hamda bu komandaning a'zolari bo'lsa Gojadida necha dаңlıq topchilar bor. Qataldan dаңlıq topchilarni keldi. Konka, masalan Konka, Claire, Paulong, Molichi degan dаңlıq topchilar bor. Hamda bu Cumhuriyetdagi kuchli bir komanda bo'lib qoldi. Demek siz şu komandada top tepayotgan birdan bir Uyg'ur shundaqmi? Endi bugun Xinjiang Lotun xalqaro so'chaylik shirkati Xinjiang G'arbida Tashalm komandasining g'alabasini tabriklash yuzasidan choy berish faoliyati o'tkazildi. Mush faoliyatga hozir o'zingiz qatnashib turibsiz. Mush faoliyatga qatnashib qanday bir taassurotga ega bo'ldingiz? Keng tordashlarga bir so'zlab bergan bo'lsangiz. Bu faoliyatni o'tkazganga intayin xush bo'ldim. Men bu faoliyatni o'tkazganga intayin xush bo'ldim. Dаңlıq yozgi shoirlar bor ekan, shu ko'rib ularni ko'rib intayin xush bo'ldim. Demek bu tüm faaliyetga jamiyatning har qaysi sohalardan futbolni izchil qo'llayotgan saxovatchilarimiz, futbol mas'ullarining hammasi qatnashdi. Endi siz mushu G'arbida Tashalm komandasining oldingi oylarda ilib berilgan 6 maydon futbol musobaqasini ko'rdingiz ham oldingiz. Mushlarni ko'rish, bilish jarayonida G'arbida futbol komandasiga o'zingiz qanday qaraysiz? Endi mushlarning bundan keyingi taraqqiyot ahvoliga siz qanday bir ko'z qarashingiz bor? Shu haqda so'zlab bergan bo'lsangiz. Endi men bu komandada
5 yıl top tepken. Bularning xabarini jiq angladim. Kıçang, Juchang, tanglashib, yengib degan xabarni anglab intayin xush bo'ldim. Biroq men o'ynamagan bo'lsam-mu, chin ko'nglimdan haqiqatan xush bo'lib, Allohni tabriklab qo'yaman. Rahmat, biz Chimlaq to'rnamidan sizning buningdan keyingi ishlaringizga barakat va utuq tilaymiz. Assalomu alaykum Barat. Va alaykum assalom. Bugun Xinjiang Lotun xalqaro so'zchilik shirkati sizlarning komandaning g'alaba natijasini tabriklash uchun bir qitimliq choy faoliyati o'tkazdi. Endi siz shu Xinjiang G'arbiy tashalma komandasining bir a'zosi bo'lib sifatingiz bilan bugungi faoliyatga qatnashib, qanday bir taassurotga ega bo'ldingiz? Shu haqida so'zlab bergan bo'lsangiz. Bugungi faoliyat shunday yaxshi bo'ldi. Bu faoliyatda nurg'un ilgari futbolni qo'llagan, ham futbol uchun taraqqizgan nurg'un peshqadam Yusuf Ajmakimiz, nurg'un yozg'i shoirlardan Muxtar Bug'ra Ajmakimiz qatorliq bir necha shoir ashunda futbolni qo'llovchilar bizga ma'naviy jihatdan shular madad berish, so'z berish orqali bizning ro'yi dunyomizni yana bir yuqori ko'tarib qo'ydi. Biz mana necha vaqtni yog'izi 22-yilda musobaqa o'ynagandan so'ng mashq ig'ir, shuni charchamışlar zo'rlab kelib, azroq o'zimizning kayfiyati obum ko'tarilib qolgandan cho'nglarning bizga bir mo'jilik yaxshi tarbiya so'zlar u bo'lganki o'zimizning irodasini cho'ngib qoldi ekan, uni agishib unda qilib bo'lib besimni cho'ngib ketdi ekan. Shuni qilib yaxshi bo'ldi hamda bugungi faoliyat hammamiz xush bo'ldik, komandaga hammamiz xush bo'lib aramog'ilamda qaytib kelarki maydon musobaqaga yaxshi kayfiyatda yaxshi bo'ldi. Rahmat, biz Chimlaq to'rnamidan sizlarning komandaning buningdan keyingi musobaqalarga va buningdan keyingi bosgan izlarga g'alaba va natija tilaymiz. Rahmat sizga. Rahmat sizlarga. Chimlaq to'rnamida bizning xabarlarimizni butun musobaqa ko'ramayotgan qarindoshlarga ishlar mayli sinalg'ir suratlar ashlar orqali qilyapti. Rahmat sizlarning shunchalik qo'llab madad berganinglarga. Sizga rahmat. Assalomu alaykum aka. Va alaykum assalom. Hammamizga ma'lum, siz 2011-yil 10-oyda ham shu Sakrimi Temir oyoq bilan 15 kunda G'uljidan Urumchiga kelishdik musobaqani tamomlab, ya'ni Xinjiangning futbolchiligini rivojlantirish va uni keng jamiyat ahliga tunish maqsadida shunday bir faoliyat olib borgan edingiz. Bu ishingizdan keng xalqimizga ta'sirlangan hamma bo'lgan edi. Bu qitim Jungo futbolchilar jamiyati bedarajali komandalar birlashib maydon musobaqasining Xinjiangda o'tkazilgan tunji musobaqasida siz yana maydonni, ya'ni shu Sakrim Temirayoq bilan aylanib, komanda futbol a'zolariga ilhom va madad berishingizdan shundaqla maydon kayfiyatini yana jushqiliq qilgan edingiz. Esimni qilishicha, siz shu vaqtda 2011-yil 10-oyda G'uljidan Urumchiga Sakrim Temirayoq bilan kelgan vaqtingizda buningdan keyingi orzularingiz haqida to'xtalib, ya'ni shu Sakrim Temirayoq bilan Xinjiangni aylanib chiqishdek bir orzuyingiz borliq to'g'risida so'zlagan edingiz. Shu vaqtda keng to'rdoshlarga bir qisqacha uchirib beramiz. Bo'ldi. Rahmat. O'tganda shu Xinjiang shu G'arbiy diyar tashanma futbol klubi bilan shu Tianjin parovoz komandasini o'tkazilgan musobaqasi haqiqatan hamda shunday bir faoliyatni qilib baqdim. Haqiqatan ko'ngildek bo'ldi. Shunday yaxshi bo'ldi deb o'ylayman. Maydondagi barliq futbol askarlari shunday xush bo'lib ketdi, ham hayajonlandi. Endi mening bultoqi shu Xinjiang 7-kanalni ziyorat qilgan chog'da shunday bir gaplar chiqqan. Haqiqatan hozir o'zim shu ishlarni tayyorligi bilan hozir mashg'ul bo'layotgan desam bo'ldi. Mening endi budaq planim shu butun Xinjiangdagi 17 shahardan aylanib chiqish. Bu yerga maqsad nima degan chog'da yana shu Xinjiang futbolchiligini shu Jungoga, hatto butun dunyoga tashviq qilish uchun shu Xinjiangdagi shu futbol tepayotgan xalqimiz uchun, davlatimiz uchun futbolni yaxshi o'ynayotgan bolalarimizni tashviq qilsam degan o'yim bor. Shu Sakrim Temirayoq bilan aylanib. Sizga rahmat. Albatta Xinjiang G'arbiy tashalma komandasining bu g'alaba natijalarini keng to'rdoshlarga, keng xalqimizga yetkazish sizning, bizning majburiyatimiz ham mas'uliyatimiz. Oxirida Chimlaq to'rnamidan sizning bundan keyingi ishlaringizga barakat va utuq tilaymiz. Orzularingizning reallik ko'kida parvoz qilishga tilakdoshmiz. Rahmat sizga. Sizlarga rahmat.
bir davlatniki nomi chiqishda eski bilan chiqmaydi. Shu nom bilan har bir chiqsa zodi o'ziningki shu tantarbiya madaniyat bilan shuning bilan bir davlat tonildi. Hozir hamda bizning Shinjongning tantarbiyasi uzun oyoq biz ko'ramiz ojiz hozir aqaqimizda boks turdimi, mana futboldimi, aqaqdan yaxshi. Mana bu da ma'abshkurmi nimadek shu Londonga o'yin qo'yga onun bir balasi kirdi ashnanga. Nima desa bizning Shinjongning hozir mushtan tarbiya aqaqdan naytda qo'shal bo'ldigan natijalar qo'lga kelyotdi. Shu sizlarni menda chaqda ravs tirishib oldigan vaqtinglar. Nima burun aslında mangan nurgun japalını tatqan. Simga chiqsaq, sim bo'shab ketgan qarsak, manga musaqaqzanlik etgan ayda bo'ldi. Teslima maydonga tushganda cho'qim to'pni nishonliq obdan ursanglar. Biz sizlarga ish qilib beramiz-mi, yaxshi tilaklarimiz bilan, yaxshi duolarimiz bilan Allohdan sizlarningki yaxshi bir komanda bo'lib chiqishingni umid qilamiz. Shumi? Assalomu alaykum Adruka. Va alaykum assalom. Bugün siz bilan shunday ahamiyatli vaqtlarda uchrashib qolganimizdan nihoyat xushal bo'ldik. Shinjang G'arbiy Diyar Tashalma Komandasi Jungo futbolchilar jamiyati Bidarji komandalar birlashma musobaqasining 6 oylarning musobaqasida 4 maydonda o'tish, 2 maydonda tanishib kelishdek nihoyat yaxshi natija bilan keng Shinjang xalqini shunday futbol havaskorlarini nihoyat xushallik va hayajonli tuyg'ularga ega qildi. Hamda siz bu musobaqani yaqindan anglash, ko'rish jarayonida mushlarning musobaqada erishgan natijalarini anglagandan keyin qanday bir ta'sirot oldunuz. Shu vaqtda kam tordashlar bir so'zlab bergan bo'lsangiz. Nihoyat yaxshi bo'ldi. Bizning bu G'arbiy Diyar Tashalma futbol komandasiningki bugungi mamnuniyatda to'xsiz bu bolalar bilan bir uchrashuv bo'ldi. Men oldingi kunlarda shu bolalarningki musobaqa natijalarini anglab nihoyat xushal bo'lgandim. Men bu bolalar bilan bir kurashish orzum bor edi. Çünkü futbol degan hozirgi butun dunyo xalqi yaxshi ko'radigan bir tantarbiyaning bir turi bo'lib qoldi. Biz futbol bo'lsa hozirgi o'zimizningki madaniyatda o'zimizning tantarbiyasi bir davlatning taraqqiyoti, bir Shinjongning taraqqiyoti, yana birga shu o'zimizningki hozirgi qilayotgan futbolchiligimizni butun dunyoga namoyon qilishda shunday qaysar bolalarningki chiqqanligiga men nihoyatda qo'shil bo'laman. Bizningki shu Jungoda hozir tantarbiyada boshqa natijalardan nihoyatda oldingi o'rinda turadigan bizning komandalarimiz nihoyatda jiq. Hozir endi bizning Shinjongda bu G'arbiy Diyar Tashalma shu futbol komandasi bundan keyingi o'ziningki shu musobaqalarda yana yaxshi natijani qo'lga keltirib bizningki Shinjong xalqiga, Jungo xalqiga cho'ng sharafni qildigan natija orqali o'zimizga, millatimizga, xalqimizga shu javob qaytargan bolalar jiq tarbiyalanib chiqsa men xushal bo'laman. Chunki bir futbol komandasini tarbiyalab chiqmak oson gap emas. Biz chet ellarningki futbol komandalarini ko'ramiz. Ulardanmi nurg'un ortiqchilikni biz his qila olamiz. Bizningkimi hozir Jungodami tantarbiyaga nihoyat ko'ngil bo'lyapti. Bizningki abuda shu musobaqada bolalarningki 4 qatim utgan, 2 qatimda tanlashgan bu natijani anglab men nihoyat xushal bo'ldim. Bizningki bu bolalar buniki yaxshi tirishsa, cho'qim dunyo sahnlarida bizningki Jungo futbolchiligini, Shinjongning futbolchiligini cho'qim namoyon qiladigan yaxshi bir komanda bo'lib chiqishiga men tilakdoshlik bildiraman. Bundan keyin mush bolalarningki komandaningki qanday ishlar bo'lsa, men qo'limdan kelishicha yordam qilaman. Cho'qim bular hozir butun bizning hozir o'smirlarimizdan tortib cho'nglargacha ham yaxshi ko'rdi bu futbol degan shu tantarbiyani. Bizningki Jungodagi hozir nurg'un o'lkalarda futbol komandalar qurilib, nihoyatda yaxshi natijaga erishyapti. Bizning Shinjongda shu komandaning bo'lganligi bu Shinjongdagi bir bo'shliqni to'lg'azdi. Bundan keyin shu bolalarningki qanday bir ish bo'lsin, cho'qim biz Shinjongdagi har millat xalqi bu bolalarningki komandaningki sog'lom, nihoyat natijali shu musobaqa maydonlarida yaxshi natijani qo'lga keltirishiga cho'qim tilakdoshlik bildiramiz. Shinjongdagi har millat xalqi futbolni yaxshi ko'rdi.
futbolni cho'qim yaxshi qo'llaydi. Biz futbol orqali Şinjanning tarbiyasini mamlakatga xalqaro tunishtirishga davomli qo'shbolning tirishishiga tilakdoshlik bildiramiz. Rahmat. Rahmat. Bizmi sizning aytganingizdek Şinjan G'arbida tashalmu komandasining bundan keyingi bosgan izlarining g'alabalik natijalik bo'lishiga tilakdoshmiz. Oxirida Chimliq to'r nomidan sizning bugungi ziyoratimizni qabul qilganingizga chin dilimizdan rahmat aytamiz. Bundan keyingi ishlaringiz barakatlik, g'alabalik bo'lg'ay. Rahmat sizga. Rahmat sizga. Assalomu alaykum Olimjon aka. Va alaykum assalom. Bugun siz ya'ni Şinjan Lotun şirkati Urumchi ittifoqchiligi joylashgan xalqaro tashqi savdo mehmonxonasida Şinjan G'arbida tashalmu komandasi bilan jamiyatimizdagi futbolchilik ishlarini qo'llaydigan har qaysi sohalardagi shaxslar va keng futbol havaskorlarini uchrashtirishdek bir qatorliq ahamiyatli faoliyatni o'tkazibsiz. Endi qanday bir kuch turtkusida shunday faoliyatni o'tkazishni o'ylashib qolgandingiz, mushaqda bir so'zlab bergan bo'lsangiz. Bo'ldi. Bizning shirkatimiz bu qatim Jungo futbolchilar jamiyati 2012 yillik bedarjilik komandalar birlashma musobaqasining Şinjan rayonidagi shu musobaqa turlarining tashviqot ishlarini biz shirkatimiz hamkorlashib shu tur bo'yicha hamkorlik o'rnatdik hamda. Shu munosabat bilan hozir hamda shu futbolchilik ishlariga biz hamda asosiy jihatdan aralashishlik. Şu anda bu qatim qiyin ahvol ostida, ya'ni shu futbolchilarimizninki mashq vaqti nihoyat zich hozir bo'lamda. 10 kunda bir musobaqa o'ynaydi. Shunday sharoitda bunlar sirtga chiqib, mana bir faoliyatlarga qatnashishga bunlar vaqti asosiy jihatdan yo'q. Lekin biz hamda bu qatim hamda mushulni cho'qim bir zurriyat yuzidan, masalan shu Şinjandagi musobaqa rayonidagi buningki tomoshabinlarning qizg'inligining intayin yuqori bo'lish, hozir butkul jamiyatda futbol qizg'inligining nihoyat avj elishidek mana shunday bir foydali sharoitning yuz berayotganligi sababidan biz buni taklif qilish orqali bo'lgan shu butkul jamiyatda hozir barliq kishilarning futbolga ko'ngil bo'layotganligini bildirib qo'ymoqchi. Bizning hamda bu azmatlarimiz hozir tehi bir 5-6 meydan musobaqa o'yindi. Bunun tehi mağdığan yollar uzun. Bu herkesmi bir kıtımlık kalbini bizninki tebrikle bilip manda bir tügütügütüdüğün manda bir iş emez. Bu bizning maqsadimiz. Mana muşuluğa izchil turda musobaqaning natijasi qanday bo'lishini qat'iy nazar izchil turdagi muşuluğa madad berdiganligimizni ifoda qilish maqsadida mana bunday bir faoliyatni uyushtirdik. Sizlarning shu Şinjan Lotun xalqaro so'chilik shirkatining bundan keyingi taraqqiyot plani haqida qisqa so'zlab berasiz. Biz hamda futbolchilik ishlari bilan hamda hozirdan tortib shuni bilan hamda biz shug'ullanamiz. Mayli o'zimizning qanchalik darajada qurbimiz yetadigan ish bo'lsa, biz shunchalik darajada o'z tirishchiligimizni ko'rsatamiz. Shundaqla nurg'un sohadagi har qanday jamiyatning har qaysi sohalaridagi ush futbolni suydigan, futbolni qo'llaydigan mana shunda do'stlar bilan o'rtaq birlikda Şinjan futbolchiligini Jungo'ningki futbolchilik ishlarininki umidiga aylantirish uchun biz o'zimizning bir qator planlar bor. Albatta bu planlarni hozir biz deyishimizning zarurati yo'q. Biz shu musobaqa oxirlashgandan keyin mushkatimlik 2012-yillik musobaqa oxirlashgandan keyin davomli turda mana shunda to'p mastanlarga shunda sharoitni yaratish uchun o'zimizning tirishchiligini ko'rsatmoqchi. Rahmat. Chimliq to'r nomidan sizlarning shunday bir ahamiyatli faoliyat o'tkazganingizga chin ko'nglimizdan rahmat aytamiz. Chunki mana shunday faoliyatlar kichkina so'rin, kichkina faoliyatlar orqali biz shu futbolchi azmatlarimizga ilhom va madad bera olamiz. Balki mushu ishlarimiz sizning o'tkazgan mushu qitimli faoliyatlaringiz, mushu bizning ashlarni qo'llagan kichkina madad so'zlarimiz ularning bundan keyingi taraqqiyot uchun zo'r ilhom va madad bo'lib qolsa, oxirida Chimliq to'r nomidan sizning bugungi ziyoratimizni qabul qilganingizga chin ko'nglimizdan rahmat aytamiz. Bundan keyingi ishlaringiz barakatlik va utuqlik bo'lsin. Rahmat sizga. Men Chimliq to'rininki shu futbolchilik ishlarida qilayotgan hozirgi ishlarga nisbatan bizningki texi tilga og'chilik yo'q. Sizlarning shuning butunlay sinlarini elib turli tantarbiya futbol ishlarini nihoyat izchil o'zingizning ajrini singdiryapsizlar. Sizlarga nihoyat ko'p rahmat. Rahmat.
Şinjan Notun Xalqaro So'chaklik şirkati uyushtirgan bu qitimqi choy suhbat faoliyati Şinjan G'arbiy Diyar tashlanma futbol komandasi bilan keng jamiyat ahli shundaqla futbol havaskorlarini uchrashtirib shundaqla fikr almashtirish uchun hozirlangan nihoyat bir yaxshi so'rin bo'ldi. Biz oxirida Şinjan G'arbiy Diyar tashlanma komandasining buningdan keyingi bosgan izlarga g'alaba va natijalar bilan birga Şinjan Notun Xalqaro So'chaklik shirkatiga o'xshash Şinjan futbolchiligini qo'llaydigan korxona va shirkatlarning ko'plab maydon kelishiga tilakdoshmiz. Qadrli do'stlar, chimliq ekran programmamizning bugungi soni mushada oxirlashdi. Kelar san programmamiz ko'rishaylik. Xayr xo'sh.